Hammaga salom. Bugun наконец-то sizlar bilan men bir yil davomida o'qishda bo'lganimda Istanbulda ko'p xarid qilgan hamda turklarning o'zi juda ham yaxshi ko'radigan mana bunaqa etikaram gourmet degan vaflini ochib ko'rsataman. Uni yangicha mana bunaqa antep fıstıklı kremalisi chiqibdi. Bu degani tipi dubayskiy, lekin dubayskiy emas. Ular fistashkani juda ham sevib iste'mol qilishadi, bilasizlar. Shunaqa fistashkali. Xolos, mana shuni reklamalarini YouTube'ga yozib ko'ringlar, agar kimni vaqti bo'lsa. Men jurnalistikada o'qiganim uchun bismillahirrohmanirrohim. Uni reklamalariga juda ham qiziqqanman. Brilliant reklamalariga o'xshaydi. Shunaqa ham качественный olingan, ham intriguющий olingan reklamasi. Mana ko'rasizlar qanaqa shokoladni erigan holatda ham. Mana. Endi buni yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Toshkentda bormi yo'qmi bilmayman, lekin kim agar Turkiyaga borsa, albatta men shuni olib o'zinglar uchun yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mazasiga umuman gap yo'q, как будто qimmat shokoladlarni mazasi keladi, lekin narxi unaqa joyi ham qimmat emas. Endi sizlar bilan yangichasini yeb ko'ramiz. Bu erkisda bismillahirrohmanirrohim. Mana kichkinaroq ekan, lekin narxi 2 barobar qimmat nargisidan, oddiysidan. Obzor uchun nimalar ham qo'ymayman, yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgina me'daga tegishi mumkin. O'shaning uchun ham kichkina ekan. Xolos, baribir menga klassический черный shokoladligi yoqdi. Bundan ko'ra yoqadi. Baribir uni olaman, lekin yeb ko'rish uchun olib yeb ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa. Buni xohlagan magaziningizda topsanglar bo'ladi. Turkiyada juda ko'p. Nigrosdan yo Carrefour har xil joylardan olsanglar bo'ladi. Agar yana shunaqa qiziqarli va foydali bo'lgan sizlarga ma'lumotlar, kontentlar kerak bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Bye bye.